Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Kimda YouTube kanalini monetizatsiyaga ulash vaqtida shunday xatoliklar bo'lgan? Agar kim bilsa, YouTubedan oldindan foydalanib yuradigan obunachilarim ichida bo'lsa, mana shu holatda nima qilgan, nima qilsa to'g'ri bo'ladi? Shu narsa haqida menga yo'l yo'riq ko'rsatib yuboringlar, iltimos. Va hozir YouTube kanalimda monetizatsiyaga ulash haqida ariza topshirdim. 39.382 ta obunachi yig'dim. Kanal tarixim shuncha vaqt davomida o'chik bo'ldi. Keyin o'z videoyimni joylab, ovozlarimni yozib, shunaqa qilib videolar joylab bordim. Oxiri kanal tarixi yondi. 2 oy degandan kanal tarixi yondi. Kanal tarixi yongandan so'ng ariza berish yoqildi. Monetizatsiyaga ariza berish yoqildi va men ariza berdim, adresini uladim, YouTube shartnomasiga roziman deb qo'ydim va oxiri mana bu holat bo'lyapti. Pul olish, adresida bir balo tasdiqlang, shaxsini tasdiqladim, hamma joydan o'tdim, lekin mana shu joylariga tushmayapman. Iloji bo'lsa, kim tushunsa, menga yordam bersin. Oldindan rahmat. Ushbu videomizni ko'proq odamlar ko'rib, shu masala bo'yicha yordami tegsa, men juda ham xursand bo'laman. Sizlarga ham foydasi tegishi mumkin. Ertaga kunda kimdir yangi YouTube kanal ochayotgan bo'lsa yoki ishlatayotgan bo'lsa, monetizatsiyaga ulash vaqtida shunday xatolikka yo'l qo'ymanglar degan maqsadda aytyapman bu gapimni. Iltimos, iloji boricha ko'proq odam ko'rish uchun layk va kommentni portlatinglar. Rahmat olimlar.